Jamiyatimizdagi hayotining eng qimmatli vaqti bo'lgan yosh vaqtini o'yin tomosha va gunohlar bilan o'tkazib, o'tkinchi huzur va vaqtli xushallikqa aldangan ey yoshlar. Sizlar kelgusinglar haqida o'ylab baqdinglarmi? O'zinglarningmi bir kuni boshqalarga o'xshash o'lib ketadiganliginglar esinglardimi? O'lim farishtasi jininglarni og'ili kelganda tavba qilaverishinglar uchun vaqt beradi deb o'ylamsizlar? O'lim farishtasi ushtumtu jininglarni og'ili keladi. Balkim sizlar shu o'ynayotgan vaqtda, gunoh qilayotgan vaqtda jininglarni elishi mumkin. Bu vaqtda sizlar bilan birga o'ynashib bergan do'stlaringlar sizlarni bu o'limdan qutuldirolmaydi. Sizlar o'lgandan keyin eng pushaymon qiladigan ishinglar gunohinglarga tavba qilaverish, bir qatim bo'lsa-mu Allohga sajda qilaverish, bir tim bo'lsa-mu Alloh yo'lida hajlab yaxshi ish qilaverish bo'ladi. O'tkazgan gunohinglar uchun zar yig'laysizlar. Qiyomat kuni sizlardan tunji so'riladigan savol sizlarning oltin vaqtinglar bo'lgan yosh vaqtinglar haqida bo'ladi. Sizlar yosh vaqtinglarni Allohga osiylik qilish, Alloh cheklagan ishlarni qilish bilan o'tkazganliginglarni aytib, Allohning yuziga qariya olamsizlar. Alloh taolo sizlarning hayotinglardan bir hisob elish bilan birga yosh vaqtinglardan alohida hisob oladi. Sizlar u vaqtda faloni do'st tutmasam bo'libdi-ekan, faloni bilan aralashmasam bo'libdi-ekan deb pushaymon qilasizlar. Lekin sizlar u vaqtda kechikkan bo'lasizlar. Ammo hozirning o'zida sizlarga fursat bor. Ati emas, bugun emas, dal hozirning o'zida Allohga tavba qiling. O'lib ketganlarning ko'pinchisi ati tavba qilaman deb tavbasini kechiktirganlar edi. Qachongacha gunohlaringlardan tavba qilmay, vaqtliq huzurga aldinib, abadiy hayotinglarni qurbon qilasizlar. To'g'ri, sizlar haqiqatan ko'p gunoh ishladinglar. Har qatim gunoh qilgan vaqtinglarda qalbinglar ozroq bo'lsa-mu azoblandi. Har qatim gunoh qilgan vaqtinglarda qalbinglarda ozroq bo'lsa-mu Allohdan qo'rqdinglar. Tavba qilishni o'yladinglar, lekin buncha gunohlarni qildim, endi meni Alloh kechirmaydi deb o'yladinglar. Chunki sizlar haqiqatan og'ir gunohlarni qildinglar, ammo xato o'yladinglar. Sizlarning qilgan gunohinglar Alloh taolaning mag'firat dengiziga singib ketadigan bir tomchi xolos. Dunyoda tavba qilmaslik Allohning rahmatidan umid uzishdimi cho'ng gunoh yo'q. Shuning uchun shayton insonni doim Allohning rahmatidan umid uzdirib, endi seni Alloh kechirmaydi, sen tugashding deb ozdiradi. Odam gunoh qilganligi uchun emas, gunohdan tavba qilmaganligi uchun halok bo'ladi. Biz inson, har bir inson xatolashadi. Hatto oltin davrida o'tgan payg'ambarimizning hamrohlari ichidagi sahobalardanmi og'ir gunohlarni o'tkazganlari bo'lgan. Zinoga tushib qolganimi bo'lgan. To'g'ri, xato anglamadingiz. Sahobalar ichidanmi zinoga tushib qolgani bo'lgan. Ammo ular Allohning rahmatidan umid uzmay, Allohga shundoq bir tavba qilganki, uning kechirimi butun dunyodagi musulmonlarga taqsimlasa, yetgudek tavba qilgan. Bir kuni Maiz ismli bir sahoba Rasulullohning qashig'iga nihoyat qayg'urgan va azoblangan holda keldi. Va Rasulullohga: "Ey Rasululloh, meni gunohimdan paklab qo'y" dedi. Payg'ambarimiz nihoyat hasratlanib, "Voy, qaytib Allohga tavba qil, istig'for et" dedi. Maiz qaytdi. Lekin uni gunoh tuyg'usi qo'yatmadi. Uni azobladi. U gunohidan tavba qilib poklanib, Allohning oldiga pok holda qaytishni xohlaydi. U yana payg'ambarimizning oldiga bordi va: "Ey Rasululloh, meni gunohimdan paklab qo'ysizlar" dedi. Bu qatimmi payg'ambarimiz o'xshashlar qaytib Allohga tavba qil dedi. Chunki payg'ambarimiz sahobalaridan tan jazosi yoki o'lim jazosi beriladigan og'ir gunohlarning sodir bo'lishini va ularga bu jazoni yurgizishni aslo xohlamaydi. Shuning uchun Maizdan qandoq gunoh o'tkazdim deb so'ramasdan qaytib Allohga tavba qil dedi. Maiz qaytdi. Ammo gunoh tuyg'usi uni yana qo'yatmadi va yana payg'ambar alayhisolamning qashig'iga kelib: "Ey Rasululloh, meni gunohimdan paklab qo'y" dedi. Payg'ambar alayhisolam yana o'xshashlar qaytib Allohga tavba qil dedi. Maiz 4-chi qatim yana payg'ambar alayhisolamning qashig'iga kelib: "Ey Rasululloh, meni gunohimdan paklab qo'y" deb yoldirib turib oldi. Payg'ambar alayhisolam: "Seni qaysi gunohdan paklayman" dedi. Maiz zinodan dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bu javob nihoyat og'ir keldi. Chunki payg'ambar alayhisalom sahobalardan bundoq gunohning sodir bo'lishini aslo kutmagan va aslo xohlamaydi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom buni xato deb solgan bo'lishi mumkin. Bu gapdan boshqa bir gunohni maqsad qilgan bo'lishi mumkin deb sahobalaridan Maizning aqli hushi joyidimi deb so'radi. Sahobalardan biri Maizning qashig'iga berib uning bilan paranglashgandan keyin uning aqli hushi joyida ekanligini aytdi. Payg'ambar alayhisalom yana: "Bu masmu bir masqilg'uchi ichimlik ichib oldimi?" dedi. Sahobalardan biri Maizning og'zini purab baqqandan keyin: "Ey Rasululloh, u masqilg'uchi bir narsa ichib olmabdi" dedi. Payg'ambar alayhisalom yana takror: "Azanayta, ey Maiz, zina qildingmi?" deb so'radi. Qalbi mehr shafqatga to'lgan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu sahobaning bundoq bir og'ir gunohga tushmagan bo'lishini, tushgan bo'lsa-mu uningdan jazoni amaldan qoldirish uchun yo'lliq bir sabab izlayotdi. Maiz: "Ha, men zina qildim ey Rasululloh" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana takror: "La'allaka qabbalta aw ghammazta aw nazarta", sen zina qilmagansa, balkim suyib solgansa, yoki ko'z qisib solgansa, yoki qarab solgansa deyish orqali Maizning zina qildim degan so'zidan kichik zinoni maqsad qilgan bo'lishini umid qilib, uning og'ziga so'z tashlab berdi. Ammo Maiz: "Yo'q ey Rasululloh" deyish orqali o'zining cho'ng gunohga tushganligini aniq aytdi.
Chunki Muiz gunohidan haqiqiy tövbe qilib, Allohning oldiga pok holatda ketishni umid qiladi. Kishilarning oldidagi rasvochilikdan Allohning oldidagi rasvochilikni ig'ir biladi. Payg'ambarimiz Muizdan jazoni amaldan qoldirish uchun shuncha tirishgan bo'lsa-mu, jazoni amaldan qoldirishga tegishli yo'lliq sabab topilmadi. Payg'ambarimizning qalbi mehr shafqatga shuncha to'lgan bo'lsa-mu, Allohning hukmi hammadan ustun edi. To'y qilib bo'lib zinoga tushgan odamning hukmi chalma kesak qilib o'ltirish edi. Ba'zilar bu jazoning islomga yarashmaydiganligini aytishadi. Ajaba islomga zina yarashanda? Ajaba islomga bir ayolning ippitining dafsanda bo'lishi yarashanda? Islomda bir ayolning ippiti bir jondan ulug'. Payg'ambarimiz sahobalarni Muizni rajm qilishga buyurdi. Sahobalar Muizni elib chiqib rajm qilib chalma kesak etishga boshladi. Etilgan chalma kesaklar Muizning badanini shuncha og'ritgan, qon oqqizgan bo'lsa-mu, Muizning ruhi shuncha rahatlanayotdi. Chunki u gunohidan poklanayotdi. Allohning oldiga pokiz holatda ketadi. U shunday qilib o'zining haqiqiy tövbesi bilan gunohidan poklanib jon uzdi. Ikki sahoba uning qarab, "Qaranglar, Muiz o'zining gunohini o'zi oshkor qilib, xuddi itga o'xshash rajm qilinib o'ldi" dedi. Payg'ambarimiz bu ikki sahobaning gapini anglab, bu ikkisini bir eshakning topining qishiga akilib, bu topdan yangla dedi. Bu ikki sahabe nəhayət hayran qılıb, "Ey Rasulullah, bu tapni kim yeydi?" dedi. Peyğəmbərimiz Muhammed əleyhissalam, "Bayatdan sizlər qırındışınlarning obro'yiga tegish orqali bu tapdimi sisiq bo'lgan bir narsani yedinglar" dedi. Va shundaqla sahabalarni yig'ib, Muiz shu tapda jannatning bog'chilarida suv uzyotdi. Muiz shundaq bir tövbe qildiki, uning tövbesi butun dunyodagi musulmonlarga tarqatilsa, hammasiga yetidi. Demek siz emas, biz emas, oltun devrde yaşayan Peygamberimizin yenideki sahabımı hatalaşkan. Ama o Allah'ın rahmetinden ümit üzmey, Allah'a tövbe kılgan. Tövbe kılıp bolu kılmay, özünün günahını paklat kuzgan. Ama sizin günahınızdan paklap koyduğun Peygamberimiz, ya ki onun izbasarları yok. Ama bizning ata-anamızdı mı bizge kuyumchan boğan ve bizge okşaş günahkar bendelerge la taqnatu mir rahmetillah innehu yaghfiruz zunuba cemi'a. Menin günahınlarını keçirdiğanlığımdan, rahmetimden ümit üzmenla men hamma gunohlarni kechiraman deb bizga umid bag'ishlagan shafqatlik mehribon Allohimiz bor. Mayli siz qanday gunoh qilgan bo'lmang, gunohingizni oshkorlamay Allohga shundoq bir tavba qilingki, Alloh taolo sizni Muiz kabi gunohidan poklagay. At qilaman demang. Halakal mutasawwifun, at tavba qilaman deguchilar halok bo'ldi deydi. Siz Allohga bir g'irich yiqillasangiz, Alloh sizga bir g'ulach yiqillashadi. Siz Alloh tarafga mansangiz, Alloh siz tarafga yuguraydi. Yürkünüz soquşdan to'xtashdan ilgari, tiniqingiz uzilishdan ilgari Allohga tövbe qiling. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون